Assalomu alaykum. Bugun ertalabdan Assalom Qoraqalpog'iston deb nomlangan informatsion dasturda ishtirok etdik. Ma'rifat karvonining Qoraqalpog'iston bo'ylab faoliyati haqida o'z mulohazalarimizni bildirdik. Siyosatshunoslik fanlari doktor professor Narzullo Qosimovich Jo'rayev hamda Islom sivilizatsiyasi markazining katta ilmiy xodimi Abdurasul Yaxshiboyev bilan birgalikda kamina ham ishtirok etdi. O'z mulohazalarimizni bildirdik. Dasturni boshlovchilari Dostonbek hamda Shahnoza Xudaybergenova chiroyli qilib dasturni olib bordi, bizga so'z berdi va ayni paytda boshida Muhammad Baxshining ajoyib bir termasini maroq bilan tingladik. So'ngra har birimiz o'z mulohazalarimizni Ma'rifat karvoni, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati hamda Islom sivilizatsiyasi markazini hamkorligida o'tkazilayotgan ushbu dasturning mohiyati bilan ziyolilar qatlamidagi uchrashuvlarimiz, professor o'qituvchilar, talaba va magistrantlar bilan bog'liq holdagi muloqotlarimiz borasida so'z yuritdik. Ay yaşang, rahmat, ajoyib. Uchrashuvimiz, yurishimiz ziyolilar bilan uchrashuvlar. Ziyolilar millatni tayanchi, ziyolilar millatni rag'batlantiruvchi kuch, ziyolilar millatning qalbini uyg'otadigan, ruhini uyg'otadigan, tashabbusga chaqiradigan, kelajak oldidagi daxldorlik hissini uyg'otadigan katta bir manba. Ana shu nuqtai nazardan prezidentimizning topshiriqlari bilan shu ziyolilarni faolligini oshirish kerak. Ziyolilarning jamiyatdagi o'rnini, mas'uliyatini va ularning kelajakka bog'liq bo'lgan faoliyatini qaysidir darajada rivojlantirish, takomillashtirish zaruratga aylanadi. Narzulaga shu o'rinli ta'kidladingiz. Shu Ma'rifat karvoni ma'naviyat festivali deyiladigan bo'lsa, men xursand bo'lib ketaman. Ish-ishimdan xursand bo'laman. Sababi albatta Qoraqalpog'istonga kelsak, dilimizga yaqin bo'lgan bir ajoyib do'stlarni ko'ramiz. Har gal qayerga borsak, ma'naviyat ishiga fidoyi bo'lgan, ma'rifatga umrini baxshida etib kelayotgan insonlar bilan suhbatlashsa, odam boshqacha bo'ladi. Mana Xorazmda bo'ldik. Uchrashuvlar juda chiroyli o'tdi, mazmunli bo'ldi va bu yerga kelganimizda ham mana Todlimurod og'a doim ma'rifat ishiga fidoyi inson, quchoq ochib kutib oldi. Narimon ham shu yerda o'tiribdi mana. Birgalikda kayfiyat yanada zo'r bo'ldi. Bugun hozir aytganlaridek biz ilm dargohlarida, ta'lim muassasalarida bo'lamiz. Bu suhbatni o'ziga xos bir bog'lanadigan jihati bor. Kayfiyatni chog'lanadigan bir jihati bor. Sababi biz albatta suhbatimiz Ibrohim Yusupovdan so'z ochiladi. Mana siz ham o'qidingiz hozir she'rni. Va To'libbergan Qayibberganov bizlarni birlashtiradigan jihatlarda va yana aytiladigan bo'lsak, Ajiniyozdan Berdimurod Qarg'aboy o'g'li Berdaqdan keladi. Men qaysi joyga borsam, jigit bo'lsang Arislon gibi tug'ilgan, doimo sen xizmat etgil xalq uchun desam, davomini xalq aytib ketadi. Va ana shuni o'zida da'vat bor. Xalq uchun xizmat qil, xalqni birligi, og'iz birligi bu tinchlikka, do'stlikka foydavor degan mazmun anglashiladi. Shuning uchun ham Abdulla Oripovning she'ri bor.
Maqsad bir bo'lmasa jam bo'lmagaymiz. Jam bo'lsak boshimiz ham bo'lmagaymiz. Vatan bir g'oya, bir do'stmiz birodar. Dunyoda hech kimdan kam bo'lmagaymiz dedi. Ana shu birlik, ahillik haqida gap ketadi. Shuning uchun ham mana Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi, Islom Xalqaro Islom sivilizatsiyasi markazi, mana shu jarayon birgalikda amalga oshirilyaptiki, bu hozirgina aytganlaridek ziyolilarning o'rni, ilmning qiymati, olimning rutbasi qay darajada bo'lishi kerak degan mazmun. Davlatimiz rahbari bu jihatni ustun qo'ydilar. Ilmga, ta'limga, muallimga e'tibor yanada yuqori bo'ldi. Hozirgi yaratilayotgan sharoit va imkoniyat, imtiyozlarni ko'rib inson ruhlanadi. Mana meni o'zim ham folklorshunosman. Qoraqalpoq folklori bo'yicha ham Qabil Maqsetovni kitoblarini ko'proq o'qib mutolaa qilganmiz. Hozir baxshini eshitib, juda xursand bo'ldim. Bu yerda Rashid og'a ham birgalikda biz san'at va madaniyat institutida ishlaganmizda. Ana shu jihatlarni ko'rib bir boshqacha odam bir to'lqinlanadi-da. Mana shu birlikka ko'z tegmasin. Baxshi bo'lgandan keyin yaxshi bo'ladi, san'atkor naqshi bo'ladi. Albatta uniga baxshida so'zlarni ham aytamizda. O'zi ham so'zi toza, eli yurtga ovoza, baxtimga amon bo'lsin, Dostonbiy ham Shahnoza desam bo'ladimi? Shuning uchun mana Muhammadni baxshilikdagi aytgan shuni ko'rib inson ruhlanadi. Mana shu bir narsaga e'tibor qilaylik. Bizni hozir aytganlaridek o'zligimizni bilishimiz uchun tariximizga nazar tashlaymiz. Chunki diniy, dunyoviy ma'rifat bizni birlashtiradi va unda kelajakka nazar bor. Shuning uchun ham har bir xalq o'zini aslini, naslini, go'zallik faslini bilmoqchi bo'lsa, tarixga nazar tashlaydi. Shuning uchun ham bu suhbatimizda diniy va dunyoviy ma'rifat karvonida shu bo'ldi. Mana Abdurasul ham xuddi shu niyat bilan va bugun hozir suhbatga kela olmadilar. Shukrullo Umarov xalqaro Imom Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazidan mana ularni kelishi, bular Islom sivilizatsiyasi markazidan. Bu birlashtirsa pedagog ham bor, folklor ham bor, siyosatshunos ham bor, din ma'rifat bo'yicha mutaxassislar bor. Hammasini maqsadi mana shu birlik, ahillik bilan bog'liq. Shuning uchun ham xalq uchun deb hali Berdimurod Qarg'aboy o'g'li Berdakni fikrni keltirgan paytimda mana shu xalqparvarlik, elparvarlik degan tushuncha, g'oya bor. Mana shu g'oyani negizi zamirida ilm turadi, ilm ma'rifat birlashtiradi. Bilim bilan ma'rifatning tutqichi, ilm ila ikki dunyo ochqichi deydi Qo'shko'priklizoda. Demak bu mana shu birlik, ahillik masalasida biz juda ko'p uchrashuvlar bo'layotganda. Kecha Xorazm viloyatiga borganimizda Bekzod Abdurahimov juda bir chiroyli uchrashuvlarning sababchisi bo'ldi. Biz qatnashdik, u yerda ustozlar bilan, talaba, magistrantlar bilan uchrashdik. Bugun Qoraqalpog'istonda undan-da ziyoda bo'lishiga hech qanday shubha yo'q. U ham go'zal bo'ladi. Mana shu uchrashuvda ham xuddi shu jihatni ko'ramiz. Mana eng muhimi tizimli ravishda tashkil qilishga bog'liq. Shuning uchun ham Totlimurod og'am mana shu jihatga qayerda uchrashuv bo'lsa juda chiroyli shaklda. Mana hozir biz Mo'ynoqda ham bo'lganmiz, Taqiyatoshda bo'ldik, Kegeyli'da bo'ldik o'shanda oldin kelganimizda. Bu gal ham xuddi shunday zavq-shavqni o'zimiz ham olamiz va baxshida etamiz degan umiddamiz. Abdurasul, nima dedingiz? Albatta. Bugungi kunda mana ma'rifat karvoni butun viloyat bo'ylab mana Qoraqalpog'istonga ham yetib keldik bizlar. Bu ma'naviyat karvoni bilan birgalikda Islom sivilizatsiya markazi, ya'ni prezidentning loyihalari, tashabbuslari bilan tashkil etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi mega loyiha deb bugungi kunda nom olyapti. Bu mega loyihani atrofida barcha olimlar, ziyolilar ham o'tgan yili 2024-yilda 500 dan ziyod olimlar yig'ilib Islom sivilizatsiya markazini ekspozitsiyalarni boyitish, ularni barpo etishda ularga qo'yilayotgan artefaktlar, umuman o'sha boyitish maqsadida olimlar birlashib bu yerda prezidentimizga murojaatnoma ham yo'llashgan. Rahmat ko'p. Yana